Assalomu alaykum barchangizga. Bugun Deltronus kanali uchun navbatdagi videolarni syomka qilib turibmiz. Bu videomizning maqsadi 2026-yilda quyosh panel o'rnatish hali ham aktiv temami. Bundan hali foyda bormi? Bizni o'rnatish nechik bo'ladi? Ko'pchilikni qo'ydirmasdan oldin o'ylanadigan savollarni bugungi videoda batafsil javob berib o'tamiz. Sizga hozir bo'lib turgan ishi, prosesda yetib turgan katta bir loyihamizni ham shu video davomida ko'rsatib o'tamiz. Yana bir aytib o'tadigan maqsadim, videomizning maqsadi haqiqatdan quyosh panel o'zini oqlimi, pul tejimi, o'zi qachon o'rnatish kerak? Shunday savollarga bugun javob berib o'tamiz. O'tirib o'rnashib videoni oxiridan ko'rsangiz, menimcha siz uchun manfaatli, foydali video bo'ladi. Hamma quyosh panel qo'ydirmasdan oldin o'zi bu quyosh tizimi menga kerakmi? Bu o'zini pulni oqlimi degan savollarni boshlab o'zini berib keyin bu yandan maslahat olib keyin решение qiladi. 2026-yilda aynan shu narsani hozir men sizlarga shu videoda realni aytib beraman. Bu proyektimizni ko'rsatishimizdan maqsadimiz ham bu yerda yirik zavod. Bunga hozir ish jarayonlarimiz yetib turibdi. Bu yerda hozirchalik 450 kilovatlik stansiya quriladigan bo'lib turibdi. Bu degani tanapana uylara ili bir fermer xo'jaliklaridan ham kattaroq deganda. Masalan, siz uyingizga qo'ydirishingiz mumkin 5, 10, 15, 20, maksimum 50, 100 kilovat. 450 kilovat degani undan 5-10 baravar ko'p degani. Bu bilan nima olacakman? Ko'rib turganingizdek oddiy bir zavod, katta bir yirik zavod. Shunchalik решение qilib, shunchalik 450 kilovatlik stansiya qo'ydirib turibdi. Sizlar uchun qo'ydirmasligingiz kerak. Maslahatimiz qo'ydiravering. Men sizga hozir sanab beraman plyuslarini. Quyosh panel 2026-yilda qo'ydirsangiz, hali narxlar hozirchalik unchalik o'smagan, lekin o'sishi kutilayotir. Shunda esa Xitoyda quyosh panelini eksportuna bo'lgan subsidiya yo'qolgan. Bu avval 10%, 59% adashmasam subsidiyani tashkil etardi. Bu degani quyosh panelini eksport etayotgan kompaniya Xitoydagi eksport etgan obyomini 9%lik ularga pul qaytib beriladi. Bu narsa hozirga kelib yo'qolayotir. Bu degani samo soboy quyosh panelini endi yana 9-10% ustuna yuklama haq minadi. Hozir esa men uni endi qimmatlab deb turganim yo'q, qimmatlashi mumkin. Shuning uchun o'ylanib turgan bo'lsangiz, videoni ko'rganingizdan keyin menimcha qo'ydirish degan qarorga kelasiz. Keyin subsidiya masalalari bor. Ko'p odam tushunadi, tushunmaydi. Ularni bir tushuntirib o'tamiz. Subsidiya ikki xil bo'ladi. 20 kilovatgacha davlat tomonidan sizga qaytarilmas pul subsidiya beriladi. Birinchi subsidiya bu. İkinci subsidiya esa siz har bir ishlab chiqargan elektr stansiyangizdan ishlab chiqargan generatsiya bo'lgan tok uchun 1000 so'm 1 kilovatına subsidiya olasiz. Masalan, oddiy 10 kilovatlik tizim qo'ydingiz, kunda 50, 60, 70 kilovat tok ishlab chiqardingiz, 20 kilovatını o'zingizga ishlatdingiz. Shu tokni qolgan 50 kilovati uchun size 1000 so'mdan 50 ming so'm pul qaytib beriladi. Bu qaytib berilishi nechik bo'ladi? Hozir birinchi subsidiyaga qaytamiz. Ikkinchi subsidiyani ochib berdim. Bu qaytib berilishi soliq ilovasi bo'ladi. Joyingiz, masalan, siz quyosh panel qo'ygan uyingiz kimning adında bo'lsa, dokumentlari bilan shu soliq ilovasi orqali hammasi qonuniy etib neden o'tiriladi, ro'yxatdan o'tiriladi. Shu uyni adındagi plastik karta shu soliq ilovasina kiriziladi. Her ayın 25-sanasidan qoldirilmin shu sizni bir oy mobaynida ishlatgan tokunuz, undan artık kalıp satgan tokunuz uchun davlat tomonidan avtomatik pul tushadi. Bu yine ikinci subsidiya. Birinchi subsidiya size quyosh panel, ya'ni yeşil energiya tizimini uyingizga o'rnatib turgan vaqtingiz 20 kilovatgacha deganim davlat tomonidan. Endi har kimga har xil beriladi. Uni o'zini platformalari, uni o'zini bo'lib o'tadigan jarayonlari bor. Bu где-то hafta 10 kun vaqtni oladi. Subsidiyadan darrov chiqmaydi birinchi subsidiyasi. Uni bizani o'zlarimizni showroomimizda tashrif buyurib batafsil gaplashsangiz bo'ladi. 20 kilovatgacha deganim bu nechik bo'ladi? 20 kilovatgacha har kimning uyida tok rasvoti har xil. Masalan, shunday uylar bor, bir oyda rasvoti yaxshi uylar bor. Birovlarniki unchalik ko'p emas, lekin ikki odam ham 20 kilovat qo'ydirajak. Bunday vaqtida davlat hammasini rasvotidan kelib chiqadi. Masalan, ko'proq rasvot bu odamga 20%gacha qoplab beradi. 20 kilovatlik stansiya qo'ydiradigan bo'lsa, rasvot kamroq, lekin shundan ham 20% qo'ydiraman degan odamga u 20 kilovatlik stansiyani 20%ni qoplab berib bilmaydi. Shunda esa ko'rib turibdi, unda rasvot ko'p emas. Bir gap bilan aytganda davlat ham bunchalik ong'i yo'q emas, hammasi o'ylanib ishlangan. Rasvotingiz oz, lekin siz 20 kilovatlik stansiya qo'ydirajaksizdan
davlatdan pul ishlayacakdinsiz tipa. Shuning bo'lmasligi uchun davlat ham rasxoti oz, svet gazi postoyanniy bog' bo'lib turgan joylarga 20 kilovatgacha subsidiya bermaydi. Uni ko'pchilik aytmaydi. Men hozir borini bo'yatib aytib turibman sizga. Birovlar 50 kilovatgacha subsidiya beramiz deydi. U maksimal yolg'on gap. 50 kilovatgacha subsidiya bermaydi davlat. Bize ishlashib o'tirgan odamlarda shu maksimal 20 kilovatgacha subsidiya bo'lgan. Keyingisi 20 kilovatgacha nechik? Masalan, sizni rasxotingizni olinadi. Sizda gaz svet bormi, ko'p o'chami, kam o'chami? Masalan, siz yashaydigan joyda может быть gaz bo'lmasligi mumkin. Shunning plus minuslarni olinib chiqib 20 kilovatgacha subsidiya beriladi. Sredniy oladigan bo'lsak, 10 kilovatlik stansiya hozirgi kunda 2026-yil aprel ayında, уже maya geldik başta. 10 kilovatlik stansiya 42 ili 45 milyonluk bor. Endi o'zini ishlatiladigan vaziyatlardan kelib chiqib. Aynan 42 milyonlukni oladigan bo'lsak, shuni 20% size davlat qaytarib bergan bilan 42 milyonluk stansiya hozirgi kunda size 33 milyon 600 ming so'mga tushadi. Bu videoni может быть siz 1 yil 1 oydan keyin ko'rib turgan bo'lsangiz, baholar o'zgargan bo'lsa, o'pkagila yo'q. Shuning uchun nomerlarni qoldirgan bo'lamiz. Shulara aloqa etib, so'rab bilib olaverasiz aniq narxlarni. Biz hozir приблизительный narxlarni aytib turibmiz. Subsidiya temasi shunday bo'ladi. Ikki xil subsidiya. Birinchisi hozirgi aytganim, ikkinchisi esa undan oldin aytib o'tganim, har oyda size 1 kilovat uchun 1000 so'm qaytarib berilishi. Bu quyosh panel qo'yganingizda уже size plus birinchi. 2026-yilda qo'yishim kerakmi? Menimcha qo'yishingiz kerak. Lishniy pulingiz bo'lsa, o'zingizdan ortiq, ili sizda realniy tok rasxotingiz ko'p bo'lgan bo'lsa, quyosh paneli qo'ydirganingiz yaxshi. Nechun desa, har bir qo'ydirgan stansiyangiz farqi yo'q. 5 kilovat, 10 kilovat, 15, 20, 50 kilovat o'zini uzoqi 2-2,5 yilda oqlaydi. Bu da ya'ni, masalan siz 10 kilovatlik stansiyani 33 milyon 600 ming so'mga qo'ydirdingiz. Ve 2 yıldan keyin siz ishlatgan svetingiz, undan qolgan foydalar, davlatdan olgan ikkinchi subsidiyangiz, hammasini hisoblasangiz, o'zini pulini 2-2,5 yilda shu stansiya to'liq qoplagan bo'ladi. Shularni garantiya berib, biza size ustanovka etib beramiz. Xo'p, endi ustanovkaga keladigan bo'lsak, hozir biza realniy size shu bo'lib turgan jarayonni ko'rsatib beramiz. Ustanovka nechik bo'lishi kerak? Her kimni birinchi aytadigan bo'lsam, budjetidan kelib chiqadi. Masalan, demir konstruksiyadan ishlatish mumkin ustanovka, ili alyumin profillardan ishlatish mumkin. İkisinin ham o'zini отдельный budjeti bor, o'zini ishlab berish vaqti bo'ladi. Demirni bilasiz, zang o'tadi. Bo'yisiz to'g'ri, hozir aytishingiz mumkin, bo'yaman, kraska bilan qo'yaman-ku deb. Bo'yasangiz ham baribir undan zang tushadi. Nechun desa, qor, yomg'ir, suv degan narsa unga deyadi. Zang polibomuz tushadi 2 yil, 3 yil maksimum. Alyumin konstruksiya bor. Keyin nержавеющий отсинковkalar bor. Ulardan ham etsangiz bo'ladi. Puli demirnikidan farqli bo'ladi, lekin srok slujbasi ko'proq bo'ladi shunga yarasha. Hozir biza yana bu obyektimizda 450 kilovatlik stansiya bo'lib turibdi. Bu yere shipra yatishtirib urib beribmiz. Quyosh panellarini qo'yganmiz. Bu zakazchikning talabidan kelib chiqib atilib turibdi. Oddiyat tushuntiradigan bo'lsam, masalan, o'zi bizada quyosh paneli o'rnatilmasdan oldin hammasi kelib turib o'lchanadi. To'y shipr ko'tarami og'irlikni, necha kilovat sig'adi, o'rnatish tartiblari bordan, shulardan kelib chiqib bo'ladi bu ishlar. O'zi quyosh panelini o'rnatish tartibi, quyosh panel 180 gradusda kulaga qarab turishi kerak. Gradusi esa 30, 35, 38, shunday gradusda bo'lishi kerak. Xorazm sharoitidan kelib chiqib aytib turibman men. Может, Vodiy, Toshkent taraflarda boshqachadir. Bizani sharoitimizda, territoriyamizda, Xorazmda shunday. Bizani iqlim ham 365 kunda bo'ladigan bo'lsak 1 yilda, shuni sredniy 300-320 kuni quyoshli bo'ladi. Shuni hisobına bizada sal yotiqroq yuriydi. Boshqa viloyatlarda bo'lishi mumkin dikroq. Bu dik yotiqligi panelning quyoshni aylanib o'tishidan. Bir ustanovkalarni ko'rganmiz o'zlarimiz ham. Qishga moslab qo'yiladi, dimdik bo'ladi. Nechun desa, qishda quyosh yotib aylanadi. Chem yozdaga qarab, yozda dik aylanadi. Qachon yaxshi generatsiya beradi o'zi quyosh paneli? Quyosh paneli qachonki masalan shunday 35 gradus desak, quyoshning tushishi ish yerda 90 gradus hosil bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtda quyoshdan yaxshi generatsiya olib bilasiz. Shuning uchun ham bizani shu iqlimdan, bizani sharoitlardan kelib chiqib aytib turganim 30, 35, 38 deb turganim shuning uchun bo'ladi.
Bu jarayonlarimiz esa hozir bu zavodda ustanovka bo'lib turganimiz o'lchandi, hammasi shipirning og'irlik ko'tarishlari, necha kilovat sig'ishlari, 180 ya'ni kula qaratib qo'yganda necha kilovat sig'ishlari o'lchangan vaqtda sal kamroq kilovat chiqdi. Zakazchilar egalari shunday решение qildi. Bizlara uning standarti, pravilasi bo'yicha shart emas, shipira yastirib uraverali, lekin hammerini dolduramiz. Bu argınga qaraganda, ya'ni pravila bo'yicha 180 qaratib 35 gradusda qo'yaman degandan ko'ra ko'proq panel sig'adi, effekt ham argından ko'proq bo'ladi. Shuni hisobidan hozir shunday ulu shipir bo'ladigan bo'lsa, hammerini yatishtirib turibmiz. Bu yerda genga ko'rsatib o'taman, realni profillari ina alyumin konstruksiyadan ishlatilib turibdi. Bu ina shipira yatishtirilib, shipirning gradusi to'g'ri kelgani uchun shulardan ishlatib turibmiz. Bu yerda keyin quyosh panelini tutib turish uchun o'zining maxsus alyumin держательlari bor. Bu ina cheti bo'ladi. Buni ikki xil bo'ladi. Bu cheti bo'ladi, keyin bu yerda o'rtasi bor. Endi hozir to'g'ri o'rnatish haqida ma'lumot berib o'taman ozgina. Bu ina o'rtasi. Ikki panelni ikki yandan tutadigan bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, ili ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Buna shay bu qo'raydiganlar bor, bond qo'yib o'tadiganlar bor, to'g'ri ishlattirib. Bu narsalar xato narsa. Chunki bu alyumin bo'lmasa, bu yerda shaybi damir turadigan bo'lsa, oksidiya beradi. Keyin quyosh panelingiz ishdan chiqishi mumkin degani. Bu yaxshi emas. Shuning uchun o'zini spetsial vajlardan foydalangan ma'qul. Bizda ham hammasi standart bo'yicha ishlanib turibdi. O'zi shuning ko'rishingiz ham mumkin. Birini ishlatib turibmiz. Hammasini chiroyli qilib, bir uklonda, bir tekizlikda customni ishlasak ham bo'ladi, nechun desa, hammasi bir xo'shroy bo'lib ishlanib turibdi. Simlarning montaji nechik simlardan ishlatiladi. Bu yerda yana hozir latoklar ishlatilib turibdi. Bular atsinkovka materialdan zanglamaydi, zang tushmaydi. Damirdan qo'ysam bo'ladi, gofralar o'tiradiganlar ham bor. Ularni maslahat beramiz, ularni biz ishlatamiz. Biza как положение shunday vajidan ishlatamiz. Usti beklanadi buni. Hozir jarayon bo'lib turgan uchun yana simlar tushadi, PV kabellari. Shuning uchun bu usti ochiq turibdi. Usti beklanadi, yon boshlaridan havo girib turadi, kabellar qizib ketmasligi uchun. Bilasizlar, bizda havo, pogoda условияsi issiq. Yana bir yeri, yana bular ham quyosh panellari bilan почти dang balandlikda turibdi. Bu degani kabellar suvda, yomg'irda pastda qolmaydi. Bu yerda yana bir narsa. Bu alyumin profillarni ustanovka bo'lib turgani konstruksiya shipirning g'irdi bor. Bu yana shipirimiz sandwich shipir deganini ko'pchilik biladi. Ferma konstruksiyaning ustuna ichi penoplastdan natilgan bo'ladi. O'z shipirni o'zini aytdim men. Yani shipirni o'zi esa shunday. Hozir hammaning uyida shunday shipirdan bo'lsa kerak, g'irdi bor. Buni ham balandini urib turibmiz. Suvi, yomg'iri pasindan ketadi. Bir pilot shipiringizdan nechun desa bolt do'shiladi, to'g'ri, samolyotga tortilgan vaqti bizani ishlatib turgan gayki nalarimizni o'zini spetsialniy germetichniy bo'ladi bular. Yana ko'rsangiz ham bo'ladi, endi rezinkasi bor. Suv o'tmaydi, endi har ehtimolga qarshi tepadan qo'ysangiz dimon mustahkam bo'ladi. %100 ishonchli bo'ladi. Zaklopka. Bom zaklopka ham yaxshilab e'tibor berasiz, germetik bilan qo'yib turibdi. Germetikda. Bunga ikki dona o'zini spetsialniy boltlari bunga zaklopkada qo'yilib turibdi. Endi bu stansiyani aytib tushuntirib turibman. Endi shunday ustanovkalar chiqadi. Masalan, shipirni gradusi to'g'ri kelmaydi. Ili menga shu 180 30-35 gradusga qo'yib beringlar deydigan mijozlarimiz ham topiladi. Uninglarga boshqacha ustanovka bo'ladi. Ularga boshqacha alyumin konstruksiyalarimiz bor. Birovlar budjeti to'g'ri kelmasa, ularga damirdan ham ishlab beramiz. Biz hozir ko'rishundan ishimiz deb yana kommentariyaga yozib tashlamak kerakmidi? Prosta men hozir beda bo'lib turgan jarayonni sizlarga ko'rsatib turibman. Har kimni qo'ygan mijozni, qo'ygan talabidan kelib chiqib biz xizmat ko'rsatamiz. Lekin maksimalniy sifatli atib shu ko'p vaqt xizmat qilib beradigan atib ishlab beramiz. O'zi xizmat qilib beradi deganda siz qo'ydirjak bo'lsangiz, quyosh panel, допустим, eng birinchi e'tibor bering. Sizga qo'yib berayotgan narsasini o'zi shu ishlat zakaz berayotgan kompaniyangiz bozorda yildan beri ishlab turibdi. Opitni nechik, ishlatadigan vajlari nechik uni. Masalan, hozir sizga qo'ydim, egasini 7-mandan 7 atib beramiz. Shu yerlarni ahamiyat bering. Nechun desa, oddiy shu panellari o'zina 12 yil ishlashina 30 yil garantiya beriladi.
Solax invertorları, Deltron invertorları var. Ulanı işləşinə özünə 5 yıl işləşinə 10 yıllarca garantiya veriladi. Bu da yəni bu nərsədən siz yaxşı ulan vaxt faydalanıb biləsiniz. Şunun üçün şöllərinə etibarlı olasınız. İşlətilib durğan nə ola işlətilib PV kabellərinçi, ustanovkalarınçi, ertəyin bir gün ot yanıb ot çıxıb getməyim. Yəni şunda bu nərsədən quyaş bolsa muntazam rəvişdə tok gəlib duradı. Oyun nərsəməz. Aşın nərsələrə ustanovka cərəyanlarına etibar verib ötün. Bizə hazır bedəyinə altılıq kabellərdən faydalanıb tutmuş PV kabellərimiz yine. Bunda karada görsən miydi? Yine kızıl kabelde görsətəmən yine yazılıq gələdi. PV1 Deltron tak bir de metrajları yine 1'e 6 metr kvadratdan kabellərdən işlətilədi. Özə də həmmə stansiyalarımıza. Əgər sizəm koyduracaq bolsanız, şu nərsələrinə maksimal etibar verin, şunun sifətli vəcədən koydurun. Garantiyaları bilən kabul qılıb alın. Şunda sizəm azməz, yaxşı qına pul töləyirsiniz. Sizəm yıllar davamında şu nərsədən faydalanışınız üçün. Bu zdaniyamızda ait durğanımız deyin 450 kW. Bir də hazır 450 kW bu pəski zdaniyası. Bir kilovatın anıq bilinmən, lekin bunun davamı var. Bir tərəf dəpəsində hazır bu zdaniyənin yəni dəpəsi var. Keyin 50 tərəfi var. Opşi 450 kW tutturdu. 720 dana panel koyulub tutdu. Bu da yəni yaxşı qına köpdür. Yəni 720 panel 20 paddon boladı. J-Solar panelləri 625'lik panellər. Panel haqqında öz məlumat verən olsam, J-Solar, Jinko, Longji deyən panellər 2025-ci ildə ən top panellər ro'yxatına girgan dünya boyunca satılğı boyunca. Şu aytib ötən 4'likim 4-cü orunda duradı şolar. Özü statistikadan səl aytadığım bolsam, Xitaydan gəldi bu panellərimiz özlərimizə birinci kol. Özlərimiz həm ustanovkatamiz, həm şularni ulgurji savdosi bilan shug'ullanamiz. Xitoydan gəldi. Xitoy özü dunyoga 80%ni quyosh panelləri bilan ta'minlab beradi. Ko'p davlatlara почти quyosh panel Xitoydan gəladi. Shularning içində bizlar ham Xitoydan gəladi. Yana bir ma'lumotni aytib o'ting. Solax Xitoydagi Solax invertor ishlab chiqaradigan zavodda Solax Power invertorlari bor. Bütün dunyoga mashhur invertorlari bor. Солнечный batareykalari bor. Litvi железофосфатный batareykalar. Şu zavodni biza O'zbekistondagi yagona va rasmiy distributor hisoblanamiz Xorazmdagi. Xo'p, bu yerda endi sizlarga bu zavoddagi invertorlarni ustanovka bo'lish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Ba'zi prosesda yetib turibdi, sal besparatka bo'lganini tashamizlar. İşlər tugallanmadi. Bu yerda har bir invertor uchun bir dona shit yo'tilgan. Bu yerda bir invertorimiz 125 kW'lik Solax'niki. Invertorlara şu oranda ma'lumot berib o'ting. Aytib o'tganimdek 5 yil garantiya beramiz. 5 yil invertorning ishlashini, o'zini ishlashan bo'lgandan keyin. Bizda shu bilan birga servis ham bor bulara. O'zlarimizning shu showroomimizda ham servislari bor. Bu invertorlarimizni bizga tuzuki garantiya bo'yicha garantiya berilgandan keyin o'zlarimiz shularni ko'rib, tekshirib turamiz. Siz ham qo'ydirjakda e'tibor berasiz shularga, qo'ydirib turgan invertoringizga garantiya bormi? Uni o'zi zapchaslarini chiqib bo'ladi. Masalan, shu invertorlar bor, narxi budjetni chiqadi, lekin qo'yasiz, ishlaydi, ishlamaydi emas, lekin bir yer buzilsa, zapchasini pulingiz bo'lsa ham topib bo'lmaysiz. Zakaz berib 1 oy, 2 oy, 3 oylik vaqtingiz yetadi. Bu sizga уже minus olan shu narsa, stansiyangiz ishlamayotadi, sizga pul kelmaydi quyoshdan. Shuning minus taraflari bor bir invertorlarning. Bizani Solax Deltron invertorlarimizda 5 yil garantiya bor stat bize ustanovka etib bergandan keyin yana servislarimiz ham bor. Shularga e'tibor berishingiz kerak. Bir de shitlarni yana ko'rsatgan bo'lsak, 125 kW uchun taxlanib turibdi. Как положенning hammasi taqilmagan. Bu yerda SPD-lari, keyin zazemleniyalar, zazemleniya har bir shitlarda invertorda bo'lishi kerak. Zazemleniya bir qaqib turibdi, bir dona zazemleniya. Spesialni o'zini krugliy, вместе yurtilgan narsalar bor, zazemleniyalar bo'ladi. Boylari 182 metr bo'ladi. Shundan 3 donasi qaqib turibdi. Почти beri 6 metr zazemleniya yerida qaqib turibdi. Bu ertangi bir gün tok ko'payib ketib, qisqa tutashuvlar bo'lganda yaxshi tokni o'zidan quyosh panelidan kelgan tokni yerga o'tirib berish uchun invertorga защита. Keyin o'zi защита invertordan chiqib bo'ladi, qarang. Davlat tokundan
invertora girmasdan bir shit qo'yiladi bizada. Keyin invertora giradi. Quyosh panelidan kelgandan tok ham bir shitdan o'tib, keyin invertora giradi. Invertor bizada ustanovka bo'lgan bo'lsa, ikki tomonlama защитаdan keyin bo'ladi. Ya'ni hem davlat to'qidan hem quyosh panelidan her tomonlama защитalar bilan qilinib ishlanadi. Siz ham shularga e'tibor berasiz. Ustanovka bo'lajakdir. Endi hozir men sizlarga showroomimizni, servislarni, do'konlarimizni manzilini ko'rsatib o'taman. Bu videomiz shunday bir qisqacharoq formatda bo'ldi. Agar sizlarga o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Keyingi videoni ham shunga qarab biz ishlaymiz. Sizlarning savol qiziq bo'ladigan bo'lsa, iyminni birin o'qib, shularga javob berib o'tamiz. Adreslarimizni, eng ma'lumot uchun raqamlarimizni qoldirib tushuntirib o'tamiz. Manzilimizni aytadigan bo'lsam, manzilimiz shu Urganch shahridagi hamma biladigan avvalgi Chalish bozorini doğrusunda bo'ladi. Hozirgi bu tarafimiz Chalish bozor. Bizning ofisimiz, servisimiz, showroomimiz aynan shunun doğrusunda. Görsangiz, Deltron Solodislar üstünden bizden bıraklarımız yoktu. Şöyle gelsangiz o'zingiz realni showroom'a girib turib, invertorlar, bizning quyosh panellarimiz, shular haqida o'zingiz ko'rib, guvohi bo'lib, realni ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Yo'q, men bormoq vaqtim yo'q, telefonda gaplashaman desangiz, aloqa raqamlarini qoldiramiz. Instagram, bizning Telegram kanallarimiz hammasini qo'yib qo'yamiz. Girib turib, ularga obuna bo'lib qo'ying. Bizlar yangi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. Yana bir aytib o'tayım. Fikringiz bo'ladigan bo'lsa, talab, taklif kommentariyada yozib o'ting. Biz ham keyingi videoda birin o'qib javob beramiz sizga. O'zingiz qiziqtirgan savolingiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, ko'pchilikda har xil savol bo'ladi. Masalan, falon kilotni qo'ysam necha so'm ishlaydi? Tushundim. Masalan, men 5 odamdan 4'si, 3'si shunday so'raydi. 10 kilot qo'ysam necha so'm foyda keladi? Bu narsalarni albatta batafsil o'tirib, gaplashib, nov maqsadda qo'yishingizga qarab aytsak bo'ladi. Hozir men sizga 20 kilovat qo'ying, sizga oyda 5 million pul keladi deb bo'lmaydi. Shunday desa, uyingizda ishlatadigan rasxodingiz, sizda svetni chiqib o'chadi, yanadi, siz yashab turganda shularni ham inobatga olish kerak. Keyingi videolarda görüşünce sağ omon bo'lasizlar. Vaqtingizni ayamin ko'rganingiz uchun katta rahmat.